Diqqat, xonanda Ruxshona ko'ziga yosh olib, otasiga murojaat qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Xonanda Ruxshona mehmonda ko'rsatuvi boshlovchisi Indira bilan bo'lgan suhbat chog'ida ko'z yoshlarini tiya olmadi. Intervyu davomida u yurakdan chiqqan samimiy so'zlar bilan otasiga murojaat qildi. Ruxshona shunday dedi: "Men otamning tinch oilasini buzishni xohlamayman. U yerda tinch, baxtli va yaxshi yashashyaptimi? Bu menga yetadi. Meni borib birovning oilasiga sovuqchilik pishirib qo'yishim mumkin. Shuning uchun ularni bezovta qilgim kelmaydi. Men hech qachon otamni yomonlamaganman. Hatto yomonlik ko'rgan bo'lsam ham, hech qayerda hech kimga ular haqida yomon gapirmaganman." Xonanda so'zini davom ettirar ekan, barchasini aytib, vaziyatni tushuntirib bo'lganini ta'kidladi. Shundan so'ng u yana shunday dedi: "Bilaman, otam albatta bu ko'rsatuvni ko'radilar. Buni ko'nglim sezmoqda. Faqat shuni istaymanki, onash qizim baxtli bo'lsin, hayoti chiroyli bo'lsin deb duo qilib qo'ysalar, shu yetadi. Axir otaning duosi ham muhim. Pinhona duolar qilsalar bo'ldi." Shu so'zlar bilan Ruxshona ko'zga yosh oldi va intervyuni hayajonli holatda yakunladi. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.